Kanalimga salom qadrli do'stlar, qadrli zo'r mebel obunachilari, navbatdagi yordamimiz mebellarni o'rnatib oldik. Faqat bitta kamimiz qoldi. Hozir aytib o'tamiz. 100% ga pasti topshirildi degan. Mana bu hozir chiroq sizlarga obzorni qilib beraman o'zim. Mebelimiz 4,5 metr joyimizga tushgan, balandligi 240 sm joyimizgacha borgan. 2 etajli mebelimiz aylanachasiga mokriy svet taqilib turib, o'rta tepa tarafini oq qilib berganmiz, akril material qilib berganmiz. Akslar mana ko'rib turgan bo'lsanglar, ko'rinib turibdi. Chiroyli holatiga qilib berganmiz. Tepasiga duxovka, mikrorovkalarni misol uchun yo bo'lmasa hozir duxovkaniki bu yerda turibdi. Bu yerga manti qozon shunday kastrulkalar joylanadigan bo'lsa, o'rtaga duxovkamiz joylanadi. Past tarafiga xohlasa gaz balon, xohlasa yana shu narsalarni joylasa bo'ladi. Gazlarni olib kelib o'rnatib berdik bu yerimizga. Bu yerimizga bo'ladigan bo'lsa, vitishkalarini o'rnatib berdik. Sensorli vitishkalarimiz ko'rib turgan bo'lsanglar, juda ham chiroyli holatdan qilib berganmiz. Gaz tagini tortma qilib berdik. Bu yerimizga bo'ladigan bo'lsa, dushovoy semisitrlarimizdan qo'yib berganmiz. Panoman bu yerimizga bo'ladigan bo'lsa, musor paqirlarimizni joylab ketganmiz. Bu yerga sushilkalarni qo'yib berdik. Vishilkaga yinadigan naborlarni ham joylab berdik. Pichoq yopishtiradigan magnet, pichoq naborlarimizni qo'yib berdik. Rossiyskiy stolechniца qilib berganmiz. Xolodilnikni korpus qismiga olib berganmiz. O chetida ham bitta shkaf, bu chetida ham bitta shkaf. Eng asosiysi tepaga ilinayotgan mebelimizni ikkala shkafimizni ham svyaska qilib qo'yganmiz. Pastga ag'darilib ketish xavfi bo'lmasdan chiroyli ishlab beradigan qilib berganmiz. Doim ko'radinglar, gaz plitan orqa tarafiga kalyon oyna qo'yganmiz. Bu yerga doim kalyon oyna qo'yardik. Bismillahirrohmanirrohim hozirga. Hozir shu narsamiz qolib ketgani sababi qo'ya olmadik. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mebelimiz mana shu chetdan boshlab bu yerimizgacha bo'lgan masofamizga birron joyda stik tushmagan. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Qaranglar qanaqa kachchisaligini, aks ko'rinib turibdi orqada odam akslari. Mana shunday holatiga mana o'rta fartik qismidan qo'yib beryapmiz. Mana shu gaz plitamizni orqa tarafiga kalyon oynamizdan qo'yamiz. Gaz plita ham mana kalyon oyna. Issiqda hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsalarimizni xuddi shu detalimizdan bu yerimizga ham qo'yamiz. Issiq narsa mana bu bog' panelimizga ta'sirini o'tkazmaydi. Bu yerimizga bo'ladigan bo'lsa, kalyon oynamizdan qo'yib beramiz. Zo'r mebel logosida. Pichoq yopishlar, o'sha pichoq naborlarda bemalol o'zini o'sha mahsulotlarni to'g'rab, gazdan issiq narsalar chiqsa olib qo'yib foydalansa bo'ladi. Bu yerga remontdan keyin kelganmi, misol uchun qilib bo'lgandan keyin yana bitta remont qilishdi bu yerda. Hamma narsasini joy-joyiga chizib berganmiz. Misol uchun mana bu joylariga mana rozetkalar, mana bu joyga dimoxodlar montajlari. Xohlasa mebel to'g'risida o'zingizlar fikrlar bo'lsa qoldirasizlar. Ana shunday mebellar sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarimiz bor, bemalol aloqaga chiqasizlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana qaytib zo'r mebelda ko'rishguncha salomat bo'linglar.